Videoyimizga kelgan kommentariyani o'qib beraman. Sudirgidan shunday bo'lib qoldi, 2,5 yoshda. Muloqot qilmaydi, buyruqni qilmaydi, gapirmaydi, o'zicha nimadir ovoz chiqarib o'ynab yuradi. Nima kerak deb yozibdilar. Bu qanday tashxis? Aziz onalar hamda mutaxassislar, bu tashxisni boshqacha ko'rinishda ko'rib, boshqa noto'g'ri tashxis qo'yib qolish holatlari ko'p bo'ladi. Aslida 2 yoshdan keyin gapirib turgan bola birdaniga orqaga ketish holatlari uchraganda ko'pincha biz dezintegrativ buzilish tashxisi qo'yib boramiz. Ya'ni bola yaxshi rivojlanib keladi, 1,5-2 yoshgacha so'zlari, gaplari, tushunchasi bo'ladi va asta-sekin bu holatlar yo'qolib ketadi. Bunday holatda dezintegrativ buzilish tashxisi qo'yiladi. Ammo bu yerda bunday holat emas. Bu yerda tashxis orttirilgan afaziya, ya'ni sudirgi epilepsiya natijasida orttirilgan afaziya va sindrom Landau-Kleffner deyiladi. Dezintegrativ buzilish bilan orttirilgan afaziya, ya'ni Landau-Kleffner sindromini farqlab beraman. Dezintegrativ buzilish bu autizmni turiga, ya'ni rasna ichida o'tiradi va bu holatlarda bolalar gapirib turib 1,5-2 yoshdan keyin 3 yosh, 4 yoshgacha bo'lgan oralig'ida, ko'proq 1,5-2 yoshda uchraydi bunday holat. Oralig'ida bor o'quvlari, ya'ni so'zlari, gaplari, gigiyenik o'quvlari sekin asta yo'qolib borib, bola hech narsani eshitmaydigandek, hech narsani tushunmayotgandek holatga kelib qoladi va albatta autizm belgilari, ya'ni elementlari bolalarda uchraydi. Epilepsiya natijasida orttirilgan afaziya, ya'ni sindrom Landau-Kleffnerda esa bolalar asosan sudirga, ya'ni tutqanoq natijasida mana shunday holatga kelib qoladi. Bu yerda ham bunday holat 2 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalarda kuzatilishi mumkin va bunda dezintegrativ buzilishdan farqli o'laroq nutq va eshitish tizimlari birdaniga yo'qolib qoladi. Ba'zi holatlarda sudirgi, ya'ni ko'rinarli darajada ota-onasi sezadigan, bilgan sudirgi holatida bo'ladi. Ba'zi holatlarda esa uyquda bo'lishi mumkin va siz buni ko'rmay, bilmay qolishingiz mumkin. Dezintegrativ buzilish bilan orttirilgan afaziya, ya'ni sindrom Landau-Kleffnerni qanday ajratib olamiz? Albatta EEG natijasida. Agar siz o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rgan sudirgi bo'lmasa-yu, EEGda sudirgi o'choqlari chiqsa yoki sudirgi berayotgan holatni ko'rsatib bersa, demak sizda dezintegrativ buzilish emas, aynan sindrom Landau-Kleffner bo'layotgan bo'ladi. Hamda sindrom Landau-Kleffnerda ham, dezintegrativ buzilishda ham autizm elementlari yaqqol namoyon bo'lib turadi. Va bolajonda ajratiladigan asosiy narsalardan biri bu. Dezintegrativ buzilishda gigiyenik o'quvlar ham yo'qolib ketadi. Landau-Kleffnerda esa gigiyenik, ya'ni hojatini aytish o'quvlari, ya'ni bildirish o'quvlari yo'qolmaydi. Yoki o'zi boradi, yoki qandaydir qilib bildirishi mumkin bo'ladi. Mana shunday holatlarda aziz onajonlar, albatta yana bir bor aytaman, eng yaxshi mutaxassislarga farzandingizni ko'rsating, toki meni bolamda autizm ketayotgan ekan deb o'zingizni vahimaga solib, o'zingizni depressiyaga tushirib qo'ymasligingiz uchun bunday holatlarni aniqlashni biladigan va bunday tashxislarni farqlay oladigan mutaxassislarga ko'rsatish eng muhimidir. Landau-Kleffner tashxisida albatta nevrolog, epileptolog hamda logoped-defektologlar mashg'ulotlar olib borishadi, birgalikda lecheniya olib borishadi. Dezintegrativ buzilishda esa epileptolog shart emas. Asosan psixonevrolog yoki nevrolog hamda defektolog birgalikda ish olib borilsa, katta natijalarga erishiladi. Agar sizning farzandingizda ham qanchadir muddatgacha yaxshi rivojlanib kelib, so'zlari, nutqi bo'lib turib, birdaniga yo'qolish holatlari kuzatilgan bo'lsa, kommentariyada bu haqida yozib qoldiring va biz sizda qanday holat ketayotgani haqida ma'lumot berishga harakat qilamiz.